Ber savoling, nima savoling bor edi? Transformatorga 10 volt kelgan ekan. Xo'p. 3 ta simda. O'sha 3 ta sim yig'indisi 10 voltmi yoki alohida 10 voltdanmi har bittasi? O'zing nima deb o'ylaysan? Nima fikring bor? Men o'ylayman, o'ylashimcha, ya'ni hammasini yig'indisi 10 volt deb o'ylayman. Xo'p, senga o'xshab o'ylab yurganlar uchun qisqacha tushuntirib beraman. Ya'ni transformatorga, umuman ko'chadagi uylarga, xonadonlarga keladigan kuchlanish 380 volt yoki bo'lmasam 10 000 volt hammasi liniya kuchlanishi nazarda tutiladi. Ya'ni liniyada 3 ta faza bo'ladi. A, B, C faza bo'ladi. Bu transformatorga ham 10 000 volt kelgan. Endi o'sha har bitta fazada necha volt kuchlanishini bilish uchun qisqacha men formulasini senga tushuntirib qo'yaman. Mana. Kalkulyator olasan, 10 000 volt bo'ladigan bo'lsa, bo'lasan 1.73 ga. Mana har bitta fazada 5780 voltdan kelib turibdi. 10 000 volt bo'ladimi? 110 000 volt bo'ladimi? Liniyani 1.73 ga bo'lasan, faza kuchlanish kelib chiqaradi. Bilib oldingmi? Tushunib oldim endi.